Qulaylaştırılgan iman yürüşteki 6. qism. Qadar. Allah'ın pütken təqdirini biliş ve onunla işiniş. Abduri Şeyh Muhammed El-Cibali. 3. bab. Yamanlıqlarının yaratılışı. Tanıştırış. Yaxşılık ve yamanlıqның aniqlaması. Biz bu kitaptaki yaxşılık ve yamanlıqqa alaqadar muhakimelerde ularga tuvendikidek aniqlama berilganligini tushunib bilishimiz lazım. Birinci, yaxşılık. İnsan tabiatiga uyg'un bo'lganlikdan kishilarga lazzat va xo'shallik bag'ishlaydigan narsalar. İkinci, yamanlık. İnsan tabiatiga zid bo'lganlikdan kishilarni xafaliq va bearamchilikqa duchor qiladigan narsalar. Biz ilgirki mazmunlarda Allah subhanahu va taolaning barliq narsalarning yaratquchisi ekanligini tushuntirib o'tgan edik. Bu, ya'ni Allah subhanahu va taola yaratgan barliq narsalar Allah subhanahu va taolaning mahluqatlari sodir qiladigan yomonliklarni o'z ichiga oladi. Bu mutlaq yaxshi va oliy bo'lgan Allah subhanahu va taolaning yomonlikni yaratganligidan derak beramdi. Biz bu babda nurg'un kishilarni gangirtayotgan va ularning to'g'ri yo'ldan chetnab ketishiga sabab bo'layotgan mushu muhim savolga javob beramiz inshaalloh. Bu haqdagi xato ko'z qarash. Nurg'un kishilar yomonlikning yaratilishi haqida xato tushunchada bo'lib, ularning bu haqdagi ko'z qarashlarini tuvandikidek bir qancha xilga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, bir turkum kishilar yomonliklarni Allah subhanahu va taolaning yaratgan bo'lishi mumkin emas deb qaraydi. Bu xil qarashga ko'ra yomonlikni cho'qim Allah subhanahu va taoladan boshqa biri yaratgan bo'lishi kerak. Bu ochiq shirikdir, ya'ni Allah subhanahu va taolaga shirik qatganlikdir. Chunki bu xil qarash ikki yaratquchilik safsatisiga tayinadigan bo'lib, buningda yaxshilikni yaratgan bir yaratquchi bilan yomonlikni yaratgan yana bir yaratquchi bor deb qaraladi. Nauzubillah. İkinci, yana ba'zilar Allah subhanahu va taola dunyoni yaratgan, ammo uni o'z holiga tashlab qo'ygan. Shunga dunyo yaratilgandan keyin yuz bergan har qanday yomonlikning Allah subhanahu va taola bilan munosabati yo'q deb qaraydi. Bu xil qarashdikilarmi ikki yaratquchilik safsatisiga tayangan birinchi qarashdikilarga o'xshaydi. Ammo bular Allah subhanahu va taola mahluqotlarini o'z holiga tashlab etgan deydigan bir shartni qo'shadi. Uchinchi toifa yaxshilikni-mi, yomonlikni-mi Allah subhanahu va taola yaratgan. Chunki u o'zi xohlaganini qiladi va Allah subhanahu va taolaning qilganlariga savol qo'ymaslik kerak deyishadi. Bu qarashmi xato. Chunki Allah subhanahu va taola mutlaq ma'nodagi yomonlikni yaratishdan pokdir. Bu haqdagi to'g'ri qarash. Biz bu babda ushbu favqulodda muhim masala haqidagi to'g'ri qarashni bo'laklarga bo'lib yoritamiz. Lekin bu haqdagi muhokamani boshlashdan ilgari tuvandagi misolni ko'rib o'taylik. Bir parcha rasmdagi misol. Biz eng usta rassom sizgan bir parcha manzara rasmini tasavvur qilaylik. Yiroqdan qaraganda rasm ko'zimizga intayin go'zal va qusursiz ko'rinadi. Biz rasmdagi hayvatlik manzaraga va ranglarning to'limi ustilik bilan moslashtirilganligiga opirin o'qiymiz va bu rasmni umumiy nuqtadan baholaganda
nihoyatda esil sizlibdi deymiz. Yiroqni ko'rolmaydigan ko'zi ojiz bir odam rasmga yaqin kelib qarab, rassom nima uchun bu yerga tutiq rang ishlatdi? Mavi yerga yerilib ketgan toshdan birini sizib qo'yishning sababi nima ekan? Usta rassom degan yorqin ranglarni ishlatib, mukammal obyektlarni sizmamdi deydi. Rasmdagi manzarani yiroqdan ko'rib huzurlanish imkoniyati yo'q bu kishi faqat tar doiralik ko'rimsizlikni ko'rib oladi-da, manzaradagi o'ziga ko'rimsiz ko'ringan shu belakning rasmning umumiy go'zalligi uchun qanday xizmat qiladiganligini his qila olmaydi. U rasmdagi tutiq rangning yorqin rangni texmi gavdalantiradiganligini, qusurliq obyektlarning rasmning mukammal chiqishidagi zarur omillardan biri ekanligini tunib yetolmaydi. Aslida bu rasm umumiy jihatdan qaraganda tutuq yoki ko'rimsiz emas, balki kishini maftun qiladigan jalbkor rasmdir. Amaliyotda bu rasmdan rasmning bir bo'lagiga qadilib qolganlar emas, balki rasmga yiroqdan umumyuzlik nazar tashlaganlar huzurlanalaydi albatta. Agar biz bu misolni anqirya olsak, Allah subhanahu va taolaning yaratganlar orasida yomonlikning bor ekanligiga aloqador tuvandagi muhokimalarni tushuna olamiz. Birinchidan, Allah subhanahu va taolo yagona yaratquchidir. Biz yuqoridami Allah subhanahu va taolaning jami koinotning yagona yaratquchisi ekanligini qayd qilgan edik. Yaratilgan yoki yaratilishi iroda qilingan har qanday narsa Allah subhanahu va taologa oid bo'lib, Allah subhanahu va taolodan boshqa hech qanday yaratquchi yo'qdir. Masalan, Allah subhanahu va taolo bu vaqtda shunday deydi. Tarjimasi: Allah hamma narsani yaratquchidir. Hamma narsaga homiydir. Ularni xohlagancha tasarruf qiladi. Sura Zumar 62-oyat. Hatta ofatlarmi Allah subhanahu va taolaning irodasi va ruxsati bilan yuz berdi. Allah subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: kishiga yetgan har qanday musibat faqat Allohning izni, ya'ni qadosi bilanla yetadi. Kimiki Allohga, ya'ni har qanday musibat Allah taolaning qadosi bilan yetadi degan so'zga ishonadigan, Allah uning qalbini sabrga yetaklaydi. Allah har narsani bilguchidir. Sura Tag'obun 11-oyat. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning undaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: shubhisizki Allah subhanahu va taolo osmonlarni, zaminni va uning ichidagi barliq narsalarni 6 kunda yaratgan. Ondan u 7-kunida arshiga chiqdi. Ya'ni thumma istawa alal arsh. U tuproqni shanba kunida, tog'larni yakshanba kunida, o'simliklarni dushanba kunida, yomonlik yoki o'ch ko'riladigan narsalarni seshanba kunida, nurni chorshanba kunida, hayvonotlarni payshanba kunida va Adem alayhissalomni juma kunida, ya'ni asrdan keyingi kech kirgan vaqtida yaratdi. Allah subhanahu va taolo Adem alayhissalomni zimindagi qizil ham qora, yaxshi ham yomon tuproqlardan yaratdi. Bu sabablik Allah subhanahu va taolo Adem alayhissalomdan yaxshi va nachar avlodlarni keltirdi.
Bu paragrafningki baş qismida so'zlab o'tganimizga o'xshash, bu hadisdagi o'ch ko'rildigan yoki yomon ishlar kishilar yomon deb qaraydigan va o'ch ko'radigan baloy ofatlar, xim xatarlar va boshqa razilliklarni ko'rsatadi. Ikkinchi, her yaratışının aqısida hikmet var. Allah subhanahu wa ta'ala yaratgan her narsinin arkasida hikmet var. O hiç narsani bekarga yoki xato yaratib qo'ymagan. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab, ya'ni bekarga yaratganimiz yo'q. Ularni biz faqat haq yaratdik. Va lekin insonlarning to'lisi buni bilmaydi. Sura Duhan 38-39-oyatlar. Narsalarni maqsadsiz yoki to'g'ri nishonsiz holda yaratquchi bizning hurmatlashimizga yoki ibodat qilishimizga arzimaydi. Tövendeki oyatda ko'rsatilganidek, Allah subhanahu wa ta'ala bundaq bema'nilikdan pokdir. Tarjimasi: Ey insanlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi, ya'ni sizlar bizni hayvonlarni yaratganimizdek hech qanday savobni bermaydigan, jazomi bermaydigan qilib yaratdi va o'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar. Haq podshoh Allah ustundir. Uningdan boshqa ibodatga loyiq hech iloh yo'qdir. Allah ulug' arshining Rabbidir. Sura Mu'minun 115-116-oyatlar. Allah subhanahu wa ta'ala maxluqotni yaratishda zinhar xatolashmaydi yoki biror narsani unutib qolmaydi. Hamma narsa eng yaxshi shaklda planlanib, Lavhul Mahfuzga to'liq putib etilgan va barliq ishlar shu bo'yicha vujudga chiqadi. Allah subhanahu wa ta'ala shundoq deydi. Tarjimasi: Mayli yer yuzida mangadigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Allah Taala tarafidan yaratilgan maxluqlardir. Lavhul Mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq putdik. Sura An'am 38-oyat. 3. Allah subhanahu wa ta'ala yaratganning hammasi yaxshidir. Allah subhanahu wa ta'alaning yaratishining hammasi maqsadlik va yaxshidir. U yaratgan narsalarning hech biri mutlaq ma'noda yomon emas. Allah subhanahu wa ta'ala o'zini shundoq sifatlagan. Tarjimasi: U hamma narsani yaxshi, ya'ni hikmatiga muvofiq joyida yaratdi. Sura Sajda 7-oyat. Masalan, bir odam jismoniy jihatdan normal bo'lmasa, bu uning yaratilishida nuqson borligini ko'rsatmaydi. Aksicha, bu Allah subhanahu wa ta'alaning o'zini biladigan hikmat va manfaat sabablik uni shu shaklda yaratganligidan derak berdi. Ash-Sharid radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga: Mening putlarim shu darajada maymoqki, tizlarim bir-biriga tegishib qoladi deb voysaganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Tarjimasi: Allah azza va jallaning yaratqanining hammasi yaxshidir. İmam Ahmad va boshqalar to'plagan. Shayx Albani As-Sahiha 1441 numurda sahih deb baholagan. Buningdan sirt kishilarning nazaridagi meyiblik shu meyib kishiga va uning atrofidagilarga ashu meyiblikdan hassilab eshib ketadigan barakatlarni ilib kelalaydi. Ulardan ba'zilari tövendikçe. Buningdan biri meyiblik kishiga
o'zining ojizligini his qildirib, uni Alloh subhanahu va taologa tavakkul qildirishi va shu sababli uning Alloh subhanahu va taologa itoat qilishiga va sabr orqali Alloh subhanahu va taolodan ajr savob kutishiga turtki bo'lishi mumkin. Yana biri, boshqalar u kishidagi meyiblikni ko'rgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning o'zini shu xil meyiblikqa duchor qilmaganligini, agar xohlasa uni shu xil yoki boshqa sinoqlar bilan sinashga tamoman qodir ekanligini tonib yetishi va shu sababli Alloh subhanahu va taologa shukr qilishi, uningga tuvanchilik bilan qulchilik qilishi, uningga itoat qilishga hirismand bo'lishi mumkin. Bundan boshqa meyiblik bir jamiyatda kishilarning jismoniy jihatdagi farqi bo'lgan tonishini kuchaytirdi. Bu xil tonish o'z navbatida shu jamiyat a'zolarining o'zaro yordamlashishi va ko'yinishiga turtki bo'la oladi. Biz bu babda yana inson duch keladigan sinoqlarning texmi ko'p foydalari haqida to'xtalamiz inshaalloh. 4. Yaratilgan mahluqotlar orasida yomonliklar mavjuddir. Biz Alloh subhanahu va taoloning yaratganlari orasida intayin zo'r miqdorda yomonliklar borligini inkor qila olmaymiz. Chunki biz atrofimizdagi putmas tugumas qabihlik, ziyonkashlik, yolg'onchilik, sadoqatsizlik, soxtipazlik, g'aybat, bulongchilik, qotillik, jazonixo'rlik, zina qatorliqlarga shohid bo'lib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo zulmning insoniyatning tabiiy xohishlaridan biri ekanligini aslatib shundoq degan. Tarjimasi: inson haqiqatan zulm qilg'uchidir, nodondir. Sura Ahzab 72-oyat. Undaqda bu biz yuqorida aytgan Alloh subhanahu va taoloning yaratganlarining hammasi yaxshidir degan yakunga zidmi? Hargiz undaq emas. Biz yuqorida ba'zi misollarni bayon qilib o'tdik. Biz tuvandimi yomonlikning qanday qilib yaxshilikka sabab bo'ladiganligi haqida teg'imi jonliq misollarni keltiramiz. Birovning yomonligi o'ziga va atrofidagi oz bir qism kishiga ziyon selishi, ammo vaqtning uzurishiga ergishib, nurg'un kishilarni o'xshamagan darajada manfaatlantirishi mumkin. Yomonlikning u yetib borgan barliq narsalar bilan o'zaro ta'sirlashishidan kelib chiqqan umumiy natijani faqatla Alloh subhanahu va taolo bilguchidir. Bir ish aslida qanchalik yomon bo'lishidan qat'iy nazar, shu xil o'zaro ta'sirlashishlarning umumiy natijasi har vaqt yaxshi bo'lib chiqadi. 5. Alloh subhanahu va taoloning yaratganlari ichida mutlaq yomonlik mavjud emas. Biz yuqoridagi muhokamadan qarmoqqa razil yoki yomondek ko'rinadigan narsalardimi ma'lum bir hikmat borligini bilib oldik. Bu hikmat Alloh subhanahu va taolo haqiqiy iymon va basirat ato qilgan kishilar uchun ro'shandir. Ular xilma-xil yaratilgan narsalarning o'zaro ta'sirlashishi va buning oqibatlari haqida umumyuzlik tafakkur yurgizib, Alloh subhanahu va taoloning cho'ng kichik barliq ishlardagi hikmatini tonib yetdi. Biz bu dunyoda ko'rgan yomonliklar mutlaq ma'nodagi yomonlik emas. Chunki u Alloh subhanahu va taoloning mahluqotlarining bir qismi uchun yomonlik yoki zulm hisoblanadigan nisbiy yomonlikdir. Shuning bilan bir vaqtda u Alloh subhanahu va taoloning hikmati va adolatiga tamoman uyg'un keladiganligi uchun hikmat jihatdan yaxshilikdir. Misol, urush. Shak shubhisizki, urush
san sanoqsiz kishining o'lishiga, nurg'un mol bisatning xonavayron bo'lishiga sabab bo'ladigan cho'ng ofatdir. Lekin u Alloh subhanahu va taolaning qabih kishilarni jazolash, mu'minlarni sinash, ibodatgohlarni qo'g'dash va biz bilmaydigan boshqa nurg'un hikmat planlariga uyg'un bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo urushning yuz berishiga yo'l qo'ydi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: agar Alloh insonlarni bir-biriga qarshilik ko'rsatkizmagan bo'lsa, rohiblarning ibodatxonalari, chirkovlar, yahudiylarning ibodatxonalari va Allohning nomi ko'p yodlanadigan masjidlar albatta vayron qilinadi. Kimiki Allohning diniga yordam beradigan, albatta Alloh uningga yordam beradi. Haqiqatan Alloh eng kuchlidir, mutlaq g'olibdir. Sura Haj 40-oyat. Ani shu shaklda Alloh subhanahu va taolo urushning yomonligining o'rnini uning muhim afzalliklari orqali to'liqlaydi. Misol, zimindagi ofatlar. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: insonlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Alloh ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismini, ya'ni jazosini ularga tetitdi. Sura Rum 41-oyat. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda zimindagi ofatlarning insonlarning gunohi tufaylidan bo'ladiganligini, lekin bu ofatlarning yomonligining kishilarning to'g'ri yo'lga qaytishiga turtki bo'lishdan iborat yaxshi natijasi borligini bayon qilgan. Misol, gunoh. Alloh subhanahu va taolo bizning gunoh o'tkazib, ondan o'zidan mag'firat tilashimizni yaxshi ko'rdi. Alloh subhanahu va taolo buni bizning poklanishimiz va mukofotlarimizning ko'payishining vasitasi qilgan. Abu Ayyub Ibn Abbas va boshqa sahobalar radhiyallohu anhum ajma'in Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: agar sizlar gunoh o'tkazmasanglar, Alloh afu qilish uchun sizlarning o'rningizga gunoh o'tkazadigan va qilgan gunohlari uchun Alloh taoladan mag'firat tilaydigan bir qavmni keltirgan bo'ladi. Imom Muslim to'plagan. Shayx Albani As-Sahiha 967dan 970-nomerlarda bu hadisning bir qancha nusxasi haqida to'xtalgan. Ya'ni bir misol, shayton. Bu jihatdagi eng yaxshi misollardan biri maxluqotning eng eskisi, barliq razilliklarning o'rgatkichisi va kuchkurtkichisi bo'lgan shaytondir. Biz keyingi bo'lakda shaytonning yaratilishi orqali maydonga chiqqan intayin ko'p yaxshiliklar haqida to'xtalamiz inshaalloh. 6. Yomonlikni Alloh subhanahu va taologa nisbat berishga bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo har qanday yomonlikni qilmaydiganligi uchun Alloh subhanahu va taologa yomonlikni nisbat berish xatodir. Yomonlik Alloh subhanahu va taolodan emas, faqatla uning maxluqotlaridan sodir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Tarjimasi: aytqinki, subhining Robbiga sig'inib, maxluqotning yomonligi, ya'ni sharridan panoh tilayman. Sura Falaq 1-2-oyatlar. Buningdan sirt shu narsa kallamizda oydin bo'lishi kerakki, Alloh subhanahu va taoloning ba'zi maxluqotlari sodir qilgan yomonliklarni Alloh subhanahu va taologa nisbat bergandimi, biz
bu yomonliklarning mutlaq ma'nodagi yomonlik emasligini unutmasligimiz kerak. Chunki agar u mutlaq ma'nodagi yomonlik bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning yuz berishiga yo'l qo'ymagan bo'ladi. Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozning daslibida shunday aytdi: Labbayk Allahumma wa sa'dayk wal khayru kulluhu fi yadayk wash sharru laysa ilayk ana bika wa ilayk tabarakta wa ta'alayt astaghfiruka va atubu ilayk. Tarjimasi: Ey Alloh, xizmatingga hozirman. Seni rozi qilishga tayyorman. Barliq yaxshilik sening qo'lingdadir. Yomonlik sana nisbat berilmaydi. Men sana tayinaman va sana qaytaman. Sen barkatliksan, ulug'san. Senden mag'firat tilayman va sana tavba qilaman. Bu namozdagi istifta, ya'ni boshlash duosining bir qismi bo'lib, İmam Muslim, İmam Abu Davud va boshqalar to'plagan. Shayx Albani rahimahulloh bu hadisni sharhlab mundaq degan: Bu hadis Alloh subhanahu va taologa yomonlikni nisbat berishga bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Chunki uning fe'lida har qanday yomonlik yo'q. Aksicha, uning fe'llari adolat, shafqat va hikmat orasida aylanib turdi. Bularning hammasi yaxshi bo'lib, yomonlikdan mustasnodir. Shayx Albani namozning sifatlari 92-bet. Buningdan sirt biz nisbiy yomonliklarni bevosita Alloh subhanahu va taologa nisbat berishdan saqlanishimiz kerak. Masalan, biz Alloh subhanahu va taolo jinoyatni, kufrni va gunohlarni yaratgan deyishning o'rniga mushu jinoyatlarni sodir qilguvchilarning irodasi va iqtidorini Alloh subhanahu va taolo yaratgan yoki Alloh subhanahu va taolo maxluqotga bo'lgan zo'r manfaat va hikmat sabablik mushu jinoyatlarning sodir bo'lishiga yo'l qo'ygan deyishimiz lozim. Masalan, Alloh subhanahu va taolo İbrahim alayhissalomning o'z qavmiga shundoq deganligidan xabar bergan. Tarjimasi: U meni yaratgan, u meni hidoyat qiladi. U meni yemek-ichmak bilan ta'minlaydi. Og'rib qolsam, u meni saqaytidi. U meni qabzruh qiladi, keyin yana terildirdi. Sura Shuara 78-oyatdan 81-oyatgacha. İbrahim alayhissalom bu yerda kishilarning beshiga keladigan tabiiy ahvollardan bir qanchani Alloh subhanahu va taologa nisbat bergan. Halbuki u og'rib qolishni tilga olganda, og'rib qolishning Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan bo'ladiganligiga qaramasdan, Alloh subhanahu va taolo meni kesal qilib qo'ysa demasdan, og'rib qolsam deyish bilan kifoyalangan. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo yana shunday deydi. Tarjimasi: Aytqinki, podshohlikning egisi bo'lgan ey Alloh, xohlagan odamga podshohlikni berasan. Xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan. Xohlagan odamni aziz qilasan. Xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilik sening qo'lingdadir. Sen haqiqatan hammaga qodirsan. Sura Ali Imron 26-oyat. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo odatda kishilar yaxshi deb qaraydigan podshohlikning berilishi, aziz qilinishi degandek ishlarni va yomon deb qaraydigan podshohlikning tortib olinishi, xor qilinish degandek ishlarni o'ziga nisbat bergan. Ondan Alloh subhanahu va taolo bu oyatning davomida barliq yaxshiliklarning
o'zining qo'lida ekanligini bayon qilgan. Bu ham Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan nisbiy yaxshilik va nisbiy yomonliklarning umumiy natija e'tibori bilan cho'qim yaxshilik bo'ladiganligini bildirdi. İmam İbn Qayyim rahimahulloh bu oyatni tafsirlab shunday degan: Koinotning egidorchilik huquqi Alloh subhanahu va taologa xosdir. U o'zi xohlagan kishini aziz, xohlaganni xor qiladi. U hammaga qodirdir. Alloh subhanahu va taoloning o'zi xohlagan kishining ilkidagi narsalarni tortib olishi va o'zi xohlagan kishini xor qilishi shu narsadan mahrum qolg'uchilar va xorlang'uchilar uchun yomonlik hisoblansa-mu, natija e'tibori bilan yaxshilikdir. Alloh subhanahu va taoloning fe'llari adolat bilan marhamat, hikmat bilan manfaat orasida aylanib turdi. Bularning hammasi Alloh subhanahu va taologa shukr qilishga va uni madhilashga loyiq bo'lgan yaxshiliklardir. Xuddi uning yomonliklardan pok deb madhilanganiga o'xshash. Sahihul Muslimdagi hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarjimasi yomonlik sana nisbat berilmaydi deganidek, yomonlikni Alloh subhanahu va taologa nisbat berishga bo'lmaydi. Yomonlik Alloh subhanahu va taoloning yaratishida yoki fe'lida emas, balki Alloh subhanahu va taoloning mahluqotlarining ba'zisida bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning yaratishi, fe'li, hukmi va o'lchimi birdek yaxshidir. Adolatsizlik va yomonlik bo'lsa, narsalarni o'zining tegishlik o'rnidan boshqa yerga qo'yish deganlik bo'lib, Alloh subhanahu va taolo buningdan pokdir. Shifaul Alil 509-510 betlar. İmam İbn Qayyim rahimahulloh yana shunday deydi: Alloh subhanahu va taolo hamma narsaning yaratquchisi bo'lsa-mu, lekin Alloh subhanahu va taoloning go'zal ism sifatlari har qanday yomonlik, zulm yoki adolatsizlikning uningga nisbat berilishini cheklaydi. Alloh subhanahu va taolo insonlarning shundaqla ularning qilmishlarining, harakatlarining va so'zlarining yaratquchisidir. Birov yirginishlik yoki cheklangan bir ishni qilish orqali yomonlik yoki zulm qiladi. Ammo uni shu ishni qilishga qodir qilgan zot Alloh subhanahu va taolodir. Halbuki mazkur qodir qilish adil, hikmatlik va to'g'ri fe'ildir. Boshqacha qilib aytganda, Alloh subhanahu va taoloning birovni yomonlik qilishga qodir qilishi yaxshilikdir. Ammo shu kishining qilgani yomon va yirginish ishdir. Alloh subhanahu va taolo shu kishini buningga qodir qilish orqali o'zining katta va madhiyaga loyiq hikmatining taqozosi bo'yicha bir narsani tegishlik o'rniga qo'ygan bo'ladi. Bu garchi shu ishni qilg'uchidan zulm, ojizlik va yomonlik shaklida sodir bo'lsa-mu, ammo Alloh subhanahu va taolo tarafidan yaxshilik, hikmat va manfaat hisoblandi. Bu nuqtani kundalik turmushimizdanmi tushunib olg'ili bo'ladi. Masalan, bir usta binokor egri yog'ochni, chiq toshni yoki parchiqishni tamdiki dal keladigan o'ringa qo'ydi-da, garchi u ishlatgan materiallarning ayib nuqsonlari bor bo'lsa-mu, uning bu ishi to'g'ri, o'lchamlik, maqtashga loyiq ish hisoblanadi. Shuningdek, maynat narsalarni axlat sanduqi degandek tegishli o'rniga qo'yish orqali ham to'g'riliq hisoblansa, uni nomuvofiq yerga qo'yish hamoqatlik va zulm qilganlik bo'ladi.
oyoqni putga kiyib, axlatni axlatxonaga tashlash, oyoqqa yoki axlatga zulm qilganlik bo'lmasdan oqilonaliqdir. Chunki bular, ya'ni put bilan axlatxona shularning, ya'ni oyoq bilan axlatning turishga tegishli joyidir. Shifaul Alil 512-betlar. Xulosa. Biz yuqoridagi muhokimalarni tuvandagidek xulosalaymiz. Birinchi, Allah subhanahu va taala birdan-bir yaratquchidir. Ikkinchi, Allah subhanahu va taala yaratgan har narsada hikmat bor. Uchinchi, Allah subhanahu va taolaning yaratganlarining hammasi yaxshidir. To'rtinchi, Allah subhanahu va taolaning yaratganlari orasida nisbiy yomonlik bor. Beshinchi, Allah subhanahu va taolaning yaratganlari orasida mutlaq ma'nodagi yomonlik yo'q. Oltinchi, yomonlikni Allah subhanahu va taolaga nisbat berishga bo'lmaydi. Shaytonning yaratilishidagi hikmat. Yuqoridagi muhokimalarga aloqador intahin muhim misollardan biri shaytonning yaratilishidir. Shayton Allah subhanahu va taolaning mahluqotlar orasidagi eng razilidir. U kishilarning diniga, amallariga, aqidasiga va niyatlariga buzg'unchilik qiladi. U kishilarning Allah subhanahu va taolaning yo'lidan izib ketishiga sabab bo'ladi. Shundaq turuqliq Allah subhanahu va taolo nima uchun shaytonni yaratgan? Abdullah ibn Amr radiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shundaq deganligini rivoyat qilgan. Tarjimasi: agar Allah subhanahu va taolo o'ziga itoatsizlik qilinmaslikni iroda qilgan bo'lsa, shaytonni yaratmagan bo'ladi. İmam Bazzar, İmam Bayhaqi va boshqalar to'plagan. Shayx Albani as-Sahiha 1642-numurda sahih deb baholagan. Biz yuqoridagi muhokamaga ko'ra shundaq yakun chiqaramizki, garchi shaytonning kishilarga nurg'un ziyonlari bor bo'lsa-mu, ammo uning yaratilishidagi umumiy manfaat ziyonni besib tushidi. Shaytonning yaratilishidagi hikmatni faqat Allah subhanahu va taolo to'liq biladi. Ammo bizmi shulardan ba'zilarini ko'rib yetalaymiz. Masalan, birinchidan, shaytonning mavjudligi insonlarning yaratilishidagi Allah subhanahu va taolo tarafidan sinilish va uningga bo'lgan haqiqiy qulchilikni namoyon qilishdan iborat muddaoga uyg'un keladi. Allah subhanahu va taolaning roziligi uchun tirishish Allah subhanahu va taolaga eng so'yimlik ibodatlardandir. Agar kishilarning hammasi mu'min bo'lsa edi, bundaq qilishning shundaqla yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sish, sabr qilish, nafsini tizginlash, tavba qilish, Allah subhanahu va taoladan mag'firat tilash, dushmanga qarshi Allah subhanahu va taoladan panoh tilash qatorliq aloqador ibodatlarning va inson to'liq anqirib bo'lolmaydigan nurg'un manfaatlarning zaruriyati qolmagan bo'ladi. Ikkinchidan, shaytonning yaratilishi Allah subhanahu va taolaning o'zaro zid narsalarni yaratishga qodir ekanligini ko'rsatdi. Allah subhanahu va taolo eng razil shaytonni, shundaqla eng yaxshi va pok Jibril alayhissalomni yaratgan. Shuningdek, Allah subhanahu va taolo kecha bilan kunduzni, kasal bilan shifoni, hayot bilan o'limni va boshqa nurg'un zidliqlarni yaratgan. Bu Allah subhanahu va taoloning o'z mahluqotlari ustidagi mutlaq qudrati va kontrolligining namoyandasidir. Uchinchidan, shaytonning yaratilishi,
yomonlikning va itoatsizlikning mavjud bo'lishi bilan natijalanib, Alloh subhanahu va taoloning nurg'un go'zal ism sifatlarini joriy bo'lish imkoniyatiga ega qildi. Buningda bir tarafdan Alloh subhanahu va taoloning rahim shafqat, halimlik, apuchanlik, mehribonlik va sexiylik qatorliq sifatlari tajalli bo'lsa, yana bir tarafdan hukmdor, g'olib, bo'ysundirg'uchi, intiqom olg'uchi va jazolag'uchi qatorliq sifatlari tajalli bo'ladi. 4. Agar shaytonning razilligi bo'lmagan bo'lsa, biz taqvodorlik bilan gunohning, axloq bilan buzuqchilikning, payg'ambar bilan shaytonning orasini ayriy olmagan, shundaqla Alloh subhanahu va taoloning maxluqotlarining eng yaxshilari bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni va boshqa payg'ambarlarni bilmagan bo'lardik. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh.